Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov, Ahmi va bugungi videoda biz sizlar bilan birgalikda CRUD, URL, manzil, link degan narsalar haqida gaplashamiz. Ya'ni backendga yangi kirib kelayotgan libo dasturchi white coder bo'ladimi, dasturchi bo'ladimi, xoh umuman dasturlashga oid bo'lmagan odam bo'ladimi, link tushunchasi nimaligini u bilishi kerak. Va bugun o'sha haqida bir yarim og'iz gaplashamiz. Birinchi bo'lib, mana kompyuterimizning ekranini hozir yoqaman. Endi montajda yoqdimmi yo'qmi bilmayman, muhim yoqaman. URL ni mana bunaqa qilib yozib olishimiz kerak. Например, bundoq qiladigan bo'lsam, masalan, project qiladigan bo'lsam, keyin mana bunaqa qilib turib, search bundoq qilaylik. Search Apple Box. Mana bu bizani default juda ko'p holatda keladigan URLimiz. Ya'ni mana shu holatda bo'ladi URL. Buni endi ajratib olaylik. Mana bu bitta bo'lim, mana bu bitta bo'lim va ozgina kichraytiradigan bo'lsa, mana bu bitta bo'lim. Mana yoki buni mana bundan ajratsa bo'ladi. Mana. Endi biza buni kelinglar sizlarga qulay bo'lishi uchun o'z eski holati qulay ekan, bo'lib oldik. Endi nimaligini ko'rib chiqaylik. Birinchi bo'lim mana ekranni ko'rib turganlaringizdek, bu HTTPS. Bu bizani hozir men ko'rsataman. Protokol degan narsamiz bor. Mana protokol HTTPS desam agar bizga qanaqadir rasmli bu narsa chiqarib berish kerak va men o'shani sizlarga hozir ko'rsatishim kerak. Например, mana HTTPS bu bizani server bilan muloqot qilishimizni qanaqadir ma'noda himoyalaydi. Ya'ni HTTPS bu server va mana sayt, bu server, sayt va foydalanuvchini o'rtasida turadigan protokol. Ya'ni ikkalasi qaysi tilda gaplashayotganini belgilaydi. Например, bu yerda VC bo'lishi mumkin. Bu uje sizlarga ko'rinmaydi. Sizlar faqat odatiy holatda HTTPS va HTTP ko'rasizlar. VS bo'lishi mumkin bu, например, PostgreSQL bo'lishi mumkin, например, bu juda ko'p holat bo'ladi, lekin mana bu o'zgarmaydi. Mana bu narsa. Bu o'zgaradi. Mana PostgreSQL bo'ladi, HTTP bo'ladi, HTTPS bo'ladi, VS bo'ladi va hokazo. Juda ko'p protokollar bor. CPS degani bor, FTP degani bor, xullas juda ko'p. Protokol bu dastur va foydalanuvchi, ya'ni odam bilan kompyuter, mana bu odam, bu kompyuter bo'lsa, uni o'zaro tilini belgilab beradi. Ya'ni HTTPS bu HTTPS tilida gaplashyapti, HTTP tilida gaplashyapti degani, mana bu yerdagi S bo'lsa, bu himoya, ya'ni security degan so'zdan olingan, ingliz tilidagi himoya so'zidan. Bu o'sha himoyalangan HTTP degan ma'noni beradi. Juda oddiy narsa bu. Keyingisi mana buni tushundik deylik, ya'ni bu til ekan. Qaysi tilda gaplashayotganimizni belgilar ekan. Bu yog'ichi bu desa, bu domain, ya'ni saytni, serverni ismi. Например, mana ahmi.uz hozir men browser orqali bunga kirib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana ahmi.uz ga kirdik. Endi e'tibor bersak, mana bu yerda men hozir montajda kattalashtiraman ekranni. HTTPS xuddi men aytgan narsa, keyin yonida mana ahmi bo'lib turibdi. Ya'ni ahmi.uz bu saytning nomi bo'lsa, HTTPS bu qaysi tilda aloqa qilayotganimiz, ya'ni HTTPS tilida, ya'ni HTTPS protokolida biza saytning ma'lumotlarini so'rayapmiz degan ma'noda. Endi bu oddiy odam tushunishi uchun shunaqa tushuntirgan, menimcha eng ma'qul yo'l. Ya'ni bu ichkariga kirib o'tirmoqchi emasman, tiniq tushuntirib ketmoqchiman. Mana bu bo'lsa bizada PES deyiladi. Men ingliz tilida aksentim yomon, shuning uchun hozir sizlarga mana buni PES deb ko'rsataman, mana bu narsa. PES bu saytni ichidagi ma'lumotni qidirishimiz uchun yo'l. Buni men endi qanaqa tushuntirib beraman bilmayman-ku, lekin buni qanaqa tushuntirsa bo'ladi. Например, mana uy. Ya'ni uy mana. Mana bo'lsa koridor. Mana bo'lsa uni bitta xonasi desanglar bo'ladi. Mana bizning koridorimiz bo'lsa, uning ichida proyektlar xonasi bo'lishi mumkin va bo'lishi mumkin dashboard degan xona bo'lishi mumkin. Keyin yana kitchen bo'larmidi, xullas shunaqa xona bo'lishi mumkin. Bu yerda juda ko'p xonalar bo'ladi va asosan men o'zim proyekt deb nomlaydigan o'sha juda ko'p saytlarda proyekt deb nomlaydigan xonam bo'ladi. Va bu o'sha xonaning nomi. Ya'ni sizlar nima olmoqchi bo'lsangiz saytdan o'shani bunaqa nomlaysizlar. Например, men hozir yana bitta например ko'rsatib o'tib ketaman. YouTube ga kiramiz va men bunaqa qilsam bo'larmikin? Qaranglar, mana bundoq qilaman. Mana bu domain, to'g'rimi? Agar men bo'limga o'tsam, subscription degan bo'limga o'tsam, mana feed degan xonaning ichidagi subscription, xullas shunaqa o'qiyman men, kimga yoqmayotgan bo'lsa.
subscription xonasi mana YouTube degan uyni ichidagi, feed degan xonani ichidagi subscription degan xonaga kirdik biz. Va uning ichida nima bor ekan? Ko'rsataman, hech narsa yo'q ekan mana. Ya'ni biz hali obuna bo'lmaganmiz kanalga, shuning uchun hech narsa qaytmayapti. Endi mana bunga o'taman. Bu xona ekan, buni tushundik. Mana buchi. So'roq bilan endi xonalar mana bilan boshlanyapti. Ko'rganinglar. Bunda chiziq bu xonani belgilayapti. So'roqchi desanglar, so'roq bu xonaning ichidagi ma'lum bir predmetni belgilab berish uchun ishlatiladi ko'pincha. Например, biz YouTube'dan masalan salom deb qidirsak va Xudoga shukr, mana shu narsa kerak edi. YouTube bu uy, result bu xona, search query bo'lsa xonaning ichidagi predmet. Ya'ni mana result xonasining ichidan, ya'ni mana shu xonaning ichidan mana bu ga tegishli bo'lgan narsalarni top degan mana salom. Search query salom. Keyin agar biz chiqqan videolarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana salom cho'nsalam, ya'ni xonaning ichidagi salom degan so'zga oid bo'lgan narsalarni bizga qaytarib beryapti. Ya'ni mana bu bizani tilimiz, buni men mahalla deb ketkim kelmadi, ya'ni miyalan qotirmayapman, oddiy til. Buni umuman olganda, agar sizlar oddiy odam yoki-da yangi boshlayotgan dasturchi bo'lsangiz, bilishingiz shart emas. HTTPS ishlatyapsizlarmi? Bo'ldi, yetadi. O'zingiz himoyalangansizlar xolos. Mana 90% holatda shundan u yoqqa o'tmaysizlar. Ikkinchisi bo'lsa, AXMI bu uy, ya'ni sizlar kirayotgan uyingizlar libboy .uz bo'ladimi, .com bo'ladimi, .net bo'ladimi, .org bo'ladimi, bu uy. Libochasiga uy. Sizlar miyalarga shunaqa tasavvur uyg'otdinglarki, kirdinglar mana uy. Tushundinglarmi? Uzun koridorli xonalari bor uy. Mana o'sha koridorning ichidan bir xona. Bu bo'lsa o'sha xonaning ichidan qidirayotgan narsalar. Например, sizlarga kimdir "Men bu uyga kirasan" dedi. Shu uydan mana xonaga kirasan dedi. Например, uyga kirganda oshxonadan pichoqni olib chiq deyishdi. Mana yo'ga mana sizlarning uyinglar bo'lsa, mana uy.uz deylik shuni. Mana uy.uz. Mana sizlarni oshxonanglar, mana oshxonanglar. Mana bo'lsa sizlarning pichog'inglar. Mana pichoq. Ko'rdinglarmi? Mana shu holatda ishlaydi. Libboy sayt shu holatda ishlaydi. Agar mana bunaqa so'rovdan keyingi narsalar bo'lsa, bu o'sha xonaning ichidan qidirayotgan narsalarni xolos o'zingiz tushundinglar, shunaqa format qilish uchun ishlatiladi. Например, bu yerda search bo'lishi mumkin emas. Bu yerda masalan qanaqa bo'lardi? Page bo'lishi mumkin-da, bu 2 bo'lishi mumkin. O'sha xonaning 2-qavati deb tushunsanglar bo'ladi. 3 bo'lishi mumkin. Bu 3-qavati deb tushunsanglar bo'ladi. Например, xonaning 1-qavatida 10 ta pichoq turgan bo'lsa, xonaning 2-qavatida yana 10 ta pichoq bor. Faqat sizlar bitta xonaga tiqmasdan sartirovka qilib bo'lib qo'ygansizlar. Tushundinglarmi? Sizlar miyalarda hozir men gapirayotgan bo'lsam, bitta uyni quringlar miyalarda. Liboy saytga kirsanglar, Liboy saytda uyini bitta miyalarga bir chekkasiga uy sifatida tasavvur qilib olsanglar, saytda ichidagi hech narsani yo'qotib qo'ymaysizlar. Ya'ni men shunaqa ishlayman, menga qulay va qolganlarga ham shuni qulay deb o'ylaganim uchun shuni tushuntiryapman. Men o'sha boshqacha narsaga noqulaylik. Masalan, buni qanaqa tushuntirish mumkin bu narsalarni? Oddiy odamga tushuntirish eng yaxshi yo'li shu. Mana bu uy, mana bu xona, mana bu bo'lsa sizlarni qidirayotgan narsalarni qanaqadir format qilish uchun ishlatiladigan narsa. Bu ko'pincha bo'lmaydi ham. Mana bo'lmaydi ko'pincha, lekin bormi, demak sizlar nimadir format qildinglar o'zi. Например, hozir ko'rganinglardek search nima bo'ldi? YouTube'da search query bo'ldi. Mana salom bo'ldi, to'g'rimi? Doim shuni kontrol bosaveraman. Salom bo'ldi. Search query butun videolarning ichidan salom so'ziga oid bo'lgan videolarni chiqarib beradi. Endi qaranglar, salom chiqdi. Pastga tushyapman, bu tugamayapti. Tepada filtr bor ekan. Filtrdan, например, bugun yuklangan qildim. Endi ko'radigan bo'lsak, oy xudo, bekor shu bugunni qildim deb. Kelaylik shuni 4K HD qilaylik. Mana. Endi buni olib mamga qo'yamiz. Buni bundoq qo'yar ekanmiz. Qaranglar. Search query salom mana. Keyin mana bunaqa belgi qo'yilyapti-da. Mana bu ekranlarda ko'rsatayotgan belgi. Men prosta kamera bilan birinchi marta ishlayapman. Bu belgidan keyin boshqa narsa qo'yilyapti. Например, search query bu yoqda pichoq bo'lsa, mana pichoq bo'lsa, mana bu uni o'tkirligi mana. O'tkirligi o'qilaveraylik. Mana o'tkirligi va bu yoqda yuqori xonaning ichidan, oshxonaning ichidan pichoq qidirdik-da, uni o'tkirligi eng yuqorisini oldik. Bizga o'sha shu narsa chiqdi. O'tkirligi past bo'lsa, bizga pichoqni eng o'tmasini beradi mana. Ko'rdinglar? Tipi shunaqa, Liboy sayt shu nima deydi, formuировкада ishlaydi.
va liboy link shunaqa ishlaydi. Liboy ko'rayotgan linkinglarni bitta uy, bitta xona, bitta qanaqadir formatga to'g'rilab, mana shunaqa chochib olsanglar tushunarli bo'lib ketadi. Va API ham shunaqa edi. Hozir mana shu videoni zapis qilib keyingi videoda xuddi shuni ketma-ketligini olaman. Ya'ni API Fast API da xuddi shunaqa ishlaydi. U yoqda men hozir Fast API da narsa o'rgataman. U videoga ham o'tasizlar degan umiddaman. U ham xuddi shunaqa ishlaydi-da. Prosta hozir men u videoda tushuntirib o'tib ketaman. Bu oddiy odamlar uchun bo'lsa, u dasturchilar uchun video. Xullas, bugun video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'l, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.